Mana sayohatimizni birinchi kuni mana Botir pochchamiz xizmatga birinchi kuni sayohatimizni Samarqand aeroportidan biza boshladik. Mana Kofe içişten boshladingiz siz? kofe ichishdan boshladik. Mana Steak mi dedin orada? steakmi nimadir degan taom keltirib berdi bizaga. Samarqand aeroportiga mana buni iste'mol qilinglar. So'ngra chiqasizlar. Hadi samolyotga deb. Yo'q, birodarlar. Samolyotga o'zi beradi. Salatchasi bilan, go'shtlari bilan, kimgadir go'sht, kimgadir qovuq go'shti, mevachasi, sariq yog', ishqil pomidor, balobatar. Chidamaydi-da. Musulmon o'zbek chidamaydi. Aytadi-ku, qo'rochaqan chet ellikka bo'lsa yotib yarashadi deb. Nima chidayapti? Mana shuni ikkalamiz ustozi shogird bo'lib fahm ko'ramiz mana.